Ovqating yaxshi chiqmabdi-ku. Shahboz aka, Bibisorani yana mazasi bo'lmayapti. Ertaga birga doktorga olib borib kelaylik. Sen kasal qilgansan-da. Kuni bilan uydasan, shu bolaga qarasang bo'lmaydimi? Narsalaringni yig'ishtirdi, bor adenikiga borib tuzalib kelgin. Mana ovqating tayyormi? Qani? Zo'r chiqibdi. Oyisi ertaga dam olish kunim-ku. Men senga o'zim ovqat qilib beraman. Massava qilib beraman. Nega seniki ham zo'r chiqibdi? Oshpasin. Rahmat. Shahboz aka, Bibisorani yana issig'i chiqyapti. Ertaga doktorga olib borib kelaylik. Dilshoda vahima qilma. O'zi hozir virus ko'payib ketibdi. Lekin doktorga ertaga emas, bugun olib borib kelamiz. Ish qilib yana sanam meni baxtimga kasal bo'lib qolmagan.